Assalomu alaykum aziz aka-ukalar, jigarlar, xush kelibsiz kanalimizga. Sizlar bilan men Sirojiddin, sizlar Ayomiddin TV kanalini kuzatyapsizlar. Aziz aka-ukalar, bugun biz bir murojaat bilan kelganmiz. Hozir adresimiz Noy Sharqdo'st, Jamoat Xudoynazar Xolmatov, Deha Yoqub Karimov, ya'ni Karl Marx mahallasidamiz. Aziz aka-ukalar, bu murojaatimiz shundan iboratki, ko'plar taniydi, Abzor TV, ya'ni misol mana shu qancha xalqqa u insonlar uy solib berdi, kasallarga yordam berdi. Shu insonning radno jiyani, akasining o'g'illarini mazasi yo'q. Iltimos qildiki, aka, keling shu bir qo'llaringizdan kelsa bir shu obunachilar bilan bir kamgina darsgiri qilarsizlaringiz degan maqsadda mana hozir men kelganman. Mendan keyin misol boshqalar ham keladi, misol Qizilobod TV, Sayviddin TV, Abzor TVni o'zi chiqaradi. Boshqa blogerlar keladi, qo'ldan kelganicha yordam qiladi. Chunki bu insonning ham xalqqa yordami tegib kelyapti. Iltimos sizlardan mana shu bugun juma kuni jummalaringiz muborak bo'lsin. Chin qalbimdan tabriklab qolaman aziz aka-ukalar. Shu inson uchun misol jiyaniga bir yordam qilsangiz yaxshi bo'lar. Noyabrdan beri qiynalib yotibdi aziz aka-ukalar. Yosh go'dak olib 5-sinf, ya'ni 11-12 yoshdagi bola. Hozir ichkariga kiramiz, batafsil ota-onasidan ma'lumotni olamiz aziz aka-ukalar. Albatta qo'llaringizdan kelsa bir darsga qilingizlar. O'zingiz bilasizlar, men mana shu ehson video ancha bo'ldi chiqarganim yo'q. Shu go'dak uchun, mana shu Abzor TV uchun men yo'q deya olmadim, mana keldim. Sizlardan iltimos qilardim, gruppalarga podelisa qilib, shu videomizni keng tarqatib bersalaringiz. Layklaringiz faqat shu videomizni, mana shu ukamizni, ya'ni jiyanimizni ko'proq odam ko'rib, saxovatpesh akalarimizni videomizni yetib borishligi uchun yordam qiladi aziz aka-ukalar. Sizlardan iltimos qilardim. Hozir ichkariga bir kiramiz, ichkaridan bir ma'lumotni olamiz ota-onasidan, ya'ni mana shu jiyanimizni ko'ramiz. Keling qani. Yo'q, bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Yo'q, bismillahirrohmanirrohim. Keling, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Yangi assalomu alaykum. Yaxshimisiz, zo'rmi? Tejmi? Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz aka? Zo'rmi? Tejmi? Charchamayapsizmi? Allohga shukr. Zo'rmi? Allohga shukr. Biz yaxshimisiz, yaxshi keldingizmi? Ya qanday? Zo'rmi? Charchamayapsizmi? Nima bo'ldi? Yotib qoldingiz? Qayeringiz og'riydi? Ochma. Qo'lingiz og'riydi? 6 oy bo'ldimi? Inshaalloh yaxshi bo'lib ketasiz, tuzalib ketasiz. Hech zax bo'lmaydi. Maylimi? Siz o'g'il bola-ku, to'g'rimi? Baquvvat, kuchli, zax bo'lmang, yaxshi bo'lib ketasiz. Mana shuncha mana aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz qarab turibdi. Inshaalloh yordam qiladi. Qo'ldan kelganicha. Maylimi? Siz zax bo'lmang. O'tiring, yangi o'tiring. Yo'q. Nima bo'lgandi? Bir obunachilarga salom alaykum. Assalomu alaykum Ayomiddin akani obunachilari. Bugungi juma ayom bilan hammalaringizni tabriklayman. Avvalambor. Endi xullas bu o'limdan ozgina mazasi qochib qoldi. Majbur bo'ldik murojaat qilishga. Jugurmagan joyimiz, bormagan joyimiz qolmadi. Xullas noyabrdan beri, mana shu Rossiyadan kelganimdan beri shu harakat qilyapman, qo'limdan kelganicha harakat qildim, lekin bayaq ilojim yetmay qoldi. Buni shu qo'lim deb, asta-asta qo'lim deb biz ham bilmadik avvalasi. Endi bu Allohning bir buyurgan bir nimasi. Qo'lim deb asta-asta kuchayib ketdi bu dardi. Bu yerga olib bordik, doktorga olib bordik, qilmagan amalimiz qolmadi rostiga. Asta-asta o'ng oyoqqa keldi, undan keyin chap oyoqqa keldi. Asta-asta mana shundan shayog'ida sezgi bor, hozir oyoqlarida bor, lekin o'zi sezmaydi. Endi qo'llaringizdan kelganicha, endi kimda ehsoni bo'lsa, avvalambor nima niyatda qilsalaringiz Allohim rozi bo'lsin hammalaringizdan. Kimda qo'lidan kelsa ehson qilsin. Biz ham endi shuna nima bo'lib qoldik biz ham. Necha yoshda? 11 yoshda. 5-sinfda? Ha, 5-sinfda. Oldin yurar edi.
baquvvat bola edi. Uni ko'rib o'zimiz ham hech kimni boshiga bunday sinov kelmasdi. Aziz ukalar, har bir bandani o'zidan o'tganini o'zi biladi, Xudo biladi. Chunki hozir bu go'datni ko'rib men jirak yuzib ketyapti, to'g'risida. Qarang, mana shunday yigit bola, misol o'g'il bola, buni ota-onasi buni ko'ryapsiz. Men misol menda ham farzand bor, menda ham bola bor. Hozir buni ko'rib men jirak yuzib ketyapti. O'sha Rossiyadan kelganimdan beri vaqtimda uyqu bor, menga boshqa bor. Buni shunday olib borib ko'chaga chiqaraman, berga aylantirman. Dushanbalarga olib kelaman. Baribir yig'laydi. Maytda soat 12 bormi, 2 bormi, 1 bormi, xohlagan paytda shu turg'izadi, aytganini qilishingiz kerak. Bolada baribir. Men ham havas qilib, masalan, YouTube'larga chiqaman deb o'ylamaganman-da. Hech bunaqa narsani kutmagan edim. Hech kim havas qilib chiqmaydi. Hech kim. Aziz ukalar, iltimos sizlardan qo'llaringizdan kelgancha hammamizda farzandimiz bor. Bolani begonasi bo'lmaydi. Men boshdan oxirigacha aytgan o'sha gapni, bolani begonasi bo'lmaydi. Mana hozir 5-sinf bola ekan. Mana endi o'sib kelayotgan bola. Bosh farzandingizmi bu? Katta o'g'lim. Katta farzandi, bosh farzandi. Nechta farzandingiz bor? 3 ta o'g'lim. 3 ta o'g'li bor ekan. Kelingizlar, darsga men 1 rubl, 10 rubl kissamizdan ham tushib qoladi. Mana shu karta nomerlar qo'yib o'tib ketamiz aziz ukalar. Nima kartangiz bor? Spitamin bor. Spitamin bank bor. Keyin Sberbank bormi? Sberbankim bor, telefonim kuydi, men shundan beri faqat Sberbank qo'yamiz. Keyin Dushanba seti bor. Agar nima qilsa, o'zimda bir radno jigarlarim Moskvada masalan. Ulardan kartasini qo'ysa bo'ladi. Topsak bo'ladi. Bo'ladi, topsa bo'ladi. Endi bu ozroq pul olmaydi-da. O'tgan marta keldik, bir professorda topdik masalan. O'sha professor kelib 100 ming so'm deyapti-da. 100 ming so'm operatsiya qilish kerak dedi. Bu 100 ming so'm dedi, o'zining nimalarini aytyapti. Endi u 100 ming so'm xizmat haqqi shuncha bo'lsa, xizmat haqqi shu 100 ming deyapti-da. Dori-darmoni ukali yugurib gazeta 120-130 ming kerak bo'ladi. Shunday. Shunga kuchim yetmay qoldi. Borgan sari kuchim yetmay qolyapti-da. Buni nima kasal degan? Endi buni obxa deyapti-da. Obxa? Ya'ni o'simta deyapti. Hech kim o'ylamadi, hatto shunday bola sho'tib qoladimi debdi. Yanga, siz nima deysizmi mikrofon? Yaqinroq. Assalomu alaykum. Ayomiddin aka TV nimalari? Yaxshimisizlar, hammalaringiz zo'rmisizlar? Yordam beringizlar shu o'g'limga yaxshi bo'lsin. 6 oy bo'ldi, qiynalib ketdi bolam. Ko'rmagan kuni qolmadi. Jigirmagan jerimiz qolmadi, hamma jerga bordik. Sotiladigan hech narsamiz ham qolmadi, hamma nimamiz ketdi. Sotdik, qancha jigirdik, baribir ilojimiz yetmayapti. Yordam beringizlar. Aka ukalar aziz. Hammalaringizga iltimos qilaman, hech kimning boshiga tushmasin bunday kun, hech kimning bolasi kasal bo'lmasin Xudoycha. Hammaning boshiga Alloh shifo bersin. Yordam beringizlar. Shu bolamni nasibsa yaxshi o'qib, oyoqqa tursin. O'ynab yugurib yurgan bachcham shitib qoldi. Oyoqdan qolib. Hech kimning xayoliga kelmagaydi buni bitib jotib qolishi. Hech kasal bo'lmaydi deb o'ylab shu ahvolga kelib qoldik. Dushanbalarga borib qaytib kelyapmiz. Qabadiyon shartmiz. Hamma joyga borib yotib keldim. Hamma joydan qaytarib yoryapti. Shu bolamga yordam beringizlar. Aka ukalar. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Iltimos qilaman sizlardan. Aqllari ham yorib ketganlar. Arqalari ham yarab ketganlar. 6 oydan beri mana pamperslarda yotib, kiyimsiz bir pampersda yotib shu kunda ko'rib kelyaptim. Uni yonbosh qilaman, u yoqqa qilaman, bu yoqqa qilaman, o'zini o'ngara olmaydi, oyoqlarini ko'tara olmaydi bolam. Iltimos qilaman sizlarga yordam beringizlar. Yanga Zahbona inshaalloh yordam qiladi. Xalqimiz, musulmonlar shuncha obunachilarimiz qo'llab-quvvatlab kelyapti, sizlarni ham qo'llaydi. Mana shunday yigit, qarang turishini, chiroyligina yigit, aziz ukalar, kelingizlar. Biz ko'pchilmiz. Tomon ko'l bo'ladi. 1 rubldan tayyorlasak, 10 rubldan tayyorlasak, bir
insonni tutalib ketishiga sababchi bo'lamiz. Shuning uchun sizlardan iltimos qilamanki, qo'llaringizdan kelganicha podдержка qilingizlar. Mana shu ko'rib turgan yigitlaringiz mana shu ya'ni obzor tubini sizlar ham taniysizlar, xalqqa yordami tegib kelyapti, shuni radni jiyani bo'ladi. Ya akasi bo'ladi mana shu inson. Mana shu inson akasi bo'ladi, shu obzor tubining shu radni mana shu jiyani bo'ladi. To'g'risi buni oldinroq chiqarish kerak edi, orqaga mol hali borni budini sotgan, bitta yashaydigan uyi qolgan aziz qo'llar. Buni ham sotsa qayga boradi? Shuning uchun majbur bo'ldi mana shu inson aytdim. Bizga murojaat qildi. Iltimos qildi. Hech kim havas bilan chiqmaydi aziz qo'llar. Sizlardan iltimos, men shu yigitni ko'rib men ko'nglim bo'shab ketdi, hozir to'g'risida. Nahotki men shu bolani men taniyman-da, mana shu bolani mol boqib yurardi. Biz sholi ekkan joyimizda bizga yaqin turadi mana shu bir qishloqda. Shu bo'lsam, shutib qoldimmi deb men ko'nglim ezilib ketdi shu bolani. Sizlardan iltimos, kelingizlar kuch birlikda. Nima deydi? Bir mushdan ursa o'ldiradi, bir tomchidan bo'lsa to'ydiradi dedi. Shuning uchun bir tomchidan bo'lsa ham sizlardan iltimos, yana ham bor iltimos, podдержка qilaringizlar. To'g'ri, hozir Rossiyada ham misol qiyin bo'lishi mumkin sharoit. Hammasini tushunamiz. Shu insonlarga majbur bo'lgan bizga murojaat qildi, biz sizlarga murojaat qilamiz. Biz mana shu yil xalqning xizmatida hech vaqtda odam tanlamaganmiz. O'zlaringiz yaxshi bilasizlar. Mana shu hozir ukamizni bir ko'rsataylik-da, qayerga yarab qolgan dedingiz? Yaxlab qolmasin yana. Hozir mana qarang, tanalarni qarang qayta qurib qolgan bu go'dakni. Mana pampersda yotibdi. Oyoqni qarang, qo'lim yetadi masalan. Men o'zimni qo'limga yetmaydi. Mana shu. Undan ochma. Kerak emas. Yo'q, ochma. Yoping ustini yaxlab qoladi. Tashqari pagoda ham sovuq bo'lyapti. Qaytib qurib ozib qolgan aziz qo'llar. Sizlardan iltimos qilaman. Yana bir marta kelingizlar podдержка qilingizlar. Ha, kimda qo'lidan kelsa Alloh yo'lida ihson qilib yordam qilishni xohlayman. Inshaalloh zaxoman yaxshi bo'lib ketadi. Imkoni yo'q akalarimiz sizlardan bitta duo bo'lsin. Aytaylikki, musofirning duosi qabul dedi. Shu duo qilingizlar. Imkoni yo'q akalarimiz. Shunday. Imkoni bor akalarimiz bo'lsa yordam qilingizlar. Shu videomizni tarqatib beringizlar. To'g'ri, hozir hamma joyda gruppa bor. Tojikistonda, O'zbekistondan ko'radi. Shu gruppalarga tarqatib beslaringiz saxovatpesh akalarimizga yetib boradi shu videomiz. Like faqat videoni tarqatadi, sizlardan pul so'ramaydi. Shu go'dak uchun, men uchun emas, mayli, men uchun qilmanglar. Shu go'dak uchun like bosib, videomizni tarqatib beringizlar. Biz like uchun qilayotgan joyimiz yo'q. Like so'ragan insonlar videoni keng tarqalishini so'raydi. Video keng tarqalsa ko'proq odam ko'radi, saxovatpesh akalarimizga yetib boradi videomiz. Shu tufayli azizlar. Hay, nima deb qolaman? Biroq agar gaplaringiz bo'lsa, mana hozir gapiringizda shuncha obunachilarimiz ko'rib turibdi sizlarni. Hay, yordam qiling obunachilarga hammasiga Allohim kuch-quvvat bersin. Kim nima orzu niyatda safarda, musofirda yurgan bo'lsa, Allohim amallarini oshirsin, hammasini qilayotgan ihsonlarni Allohim o'z dargohiga qabul qilsin. Allohim hech kimni boshiga bunday kunlarni solmasin. Biz ko'rdik, boshqa hech kimni ravo ko'rmaymiz. Biz ham endi kutilmaganda bo'lib qoldi. Men ham srochni Rossiyada edim, men ham kelmasang bo'lmaydi deb. Hozir yana ketay desam, buni hech kimga tashlab keta olmayapman. Otamning kuchi yetmaydi. Onasini ham kuchi yetmaydi. Baqa olishim kerak, bu yerdan baqa olishim kerak, ko'tarib sayr qildirishim kerak. O'tira olmaydi, o'tirganda ham mayliga. Daji ovqat yesa mana hozir tishlari bo'shab qolgan. Deb yeyolmaydi. Rahim keladi. Oldida yo'q. Daji maytda eshikka chiqa olmayman. Dadam qani. Kelaman go'dakkani quchoqlab yotaysiz dedi. Nima yig'laysiz? Polvon? Nima yig'laysiz? Nimaga yig'laysiz?
tuzalib ketasiz. Ziq bo'lmang siz. Aha. Tuzalib ketasiz, ziq bo'lmang, maylimi? Hop. Go'dak siqilib yig'layapti, o'rtoq. Mana shu ham chiqar, mana shu YouTube'ga chiqar beni. Or qildish. Ha, inshaalloh yaxshi bitadi, tuzalib ketadi, ziq bo'lmangizlar. Aziz ukalar, ko'ryapsizlar. Go'dak siqilib yig'layapti. To'g'risi buni ko'r, men yig'lab qo'ydim. Hammalaringizga qattiqdan katta rahmat. Yordam qilganlaringiz uchun mana shuncha insonni ko'rib turibdi, iltimosingizdan. Men bilan shuncha video chiqarib, to'g'risi men yig'lamaganman, chunki endi buni ko'rmay hozir ko'nglim bo'lmayapti, bo'shab ketyapti. Hammalaringizga qattiqdan katta rahmat. Podдержка uchun videoni tarqatib berasiz deb umid qilaman. Sog' bo'linglar.